Alo. Bizning syomkalarimiz qachon endi? Bir ikkita savollar bilan tanishsak yaxshi bo'larmidi? Ох, ты совершенно секретно, что ли? Ha, mayli, o'zingiz bilasiz. Sog' bo'ling. Tavba. Aytsa nima bo'lar ekan endi? Umarov Sevil Anserovich. Tug'ilganmiz Toshkentda. Millatim eski turklardan desak bo'ladi. Xususiy uylar quramiz. Quruvchi desa ham bo'ladi, qaysidir ma'noda. Shu imoratni ham o'zim qo'lim bilan loyihalarni chizib, shu darajaga yetkazganmiz. To'rtta farzandim bor, ikkita o'g'il, ikkita qiz. Eng kattasi 20 yoshdan oshdi, Xudoga shukr. Hozirgi kunda Turkiyada o'qiydi. Ikkinchisi o'g'lim Samir, qizim Navriya va eng oxirgisi 5 yosh Melek qizim bor. Ota-onani mehriga to'ymaganmiz. Onam qattiq kasal bo'lganlarida bo'ldi. Buni davosi yo'q, harakatinglarni qilinglar degan narsani onam eshitib qolganlar-da. Yo'l bo'yi men rulda kelyapman, ham yig'lab kelyapman, onam ham bilib turibdilar-da. "Cho o'g'lim, всё что ли" dedilar-da endi. Men endi qaramayapman, pastga qarab, mashina rulda haydab, mashinaqasi ketolman, чтобы oyim ko'rmasinlar ko'z yoshimni-da. Oyijon dedim, men borimni yo'g'imni sotib bo'lsa ham, sizni Xudo xolasa hayotga bog'lashga harakat qilaman deganman-da. O'shanda onam aytdilarki, o'g'lim dedi, seni ukang bor hali, singllaring bor, seni hali ko'p qiladigan ishlaring bor. Hindistonga olib boradigan bo'lsang, boringni, yo'g'ingni hammasini ishlatib yuborasan. O'shaning uchun agar meni olib ketsang, men sendan norozi bo'laman, bolam deganda o'shanda qaytganman. Bir marta ulgurib oyoqlarini o'pganman onamni. Mani bitta Adham degan yaqin ukam bor, operator ukam bor. Menga taklif bilan chiqdi. Ani ovoz degan peredacha bor, bilsangiz, ko'rsatuv bor dedi. O'sha yoqqa chiqmaysizmi dedi. Ukamni ham gapi yerda qolmasin deb keldik, endi Xudo xolasa qani ko'ramiz. Judayam katta jamoa va bu judayam zo'r. Nima qildingiz? Telegram oilaviy gruppaga yozdi. Kim vaqti bo'lsa kelsin deb yozdi. Ishdan chiqib keldik. Bo'lsa keling. Nima ish qilasiz o'zingiz? Я медсестра. Demak, qayerdadir kimdir ukol olamayapti hozir. Да, сейчас вот на капельнице работаю. Kimdir kapelnitsasini o'zi olib tashlashga to'g'ri keladi hozir. Нет, hozir boraman. Hozir sразу sen. Bo'ldi, tushundim. Tez gaplashaman, vaqt olmaymiz chunki ko'ryapsiz, odamlar kutyapti. Kim qarindoshdan gruppasiga video tashlab turadi bugun? Все, конечно. Все. Конечно. Bo'ldi. Уже начали. Aka, siz xavotir olmang, biz bu yoqda muxlislik qilib turamiz. Sizga omad. Rahmat. Qo'limizdan kelguncha ovozimizni ishlatib ko'ramiz. Xalqimizga manzur bo'lsa, yoqsa, Xudo xolasa hech gapmasdik-ku. O'shaning uchun olg'a. Жить без тебя я не могу, одной тобою дорожу, и знать тебя одну люблю. Стой, ну подожди меня, постой, и будь уверена, я твой. Нам будет хорошо с тобой, ой, моя голубка, безумно я влюблен в тебя, моя голубка, ты мой счастливый сон, ой, ой, моя
Xo'sh, kim buriladi? Kim? Farruh Karimovich. Я на свете для тебя живу, одной тобою дорожу, и знать тебя одну люблю. Стой, ну подожди меня, постой, и будь уверена, я твой. Нам будет хорошо с тобой, ой, моя голубка, безумно я влюблен в тебя, моя голубка, ты мой счастливый сон. Ой, ой, моя голубка, безумно я влюблен в тебя, моя голубка, ты мой счастливый сон. Bor ekan-ku mana. Milizm ham zo'r, ijro ham zo'r. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bor ekan. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Ismi shariflari? Umarov Sevil Anserovich. Ismingizni yana qaytarib yuboring. Sevil. Sevil. Да. Hayotimda birinchi Sevil. Да. Надо желание загадать. Millatingiz nima? Turk. По muzika понятно было. Turk g'ulomi. Firmachi ekan bular. O'zi asli Toshkentlikmisiz yo kelganmisiz Toshkentga? Toshkentda tug'ilib o'sganman. O'zbekcha ashula aytasizmi? O'zbekcha ham aytganman, to'g'risini aytsam Farruh Karimovichni chiroyli bir ijrolaridan Nasiba Abdullayeva bilan qaydasan azizim. Nima? Intuitsiya ham favoritni ko'rdi hozir. Loyihani favoritini ko'rdim. Yo'q, Katta ketyapsiz. Yo'q. bo'lmasam omad yor bo'lsin, birga Endi ishlaymiz. mardi maydon ko'ramiz. Ishlaymizmi? Albatta, men sahnaga chiqishdan oldin aytdimki, kim birinchi kreslo aylansa, Shuni tanlayman. shularni tanlayman Kim dedim. birinchi bosibdi? O'zi siz bosgansiz. Manmi? Siz Intuitsiya Ilhom aka. kuchli-da, Ilhom akada. Omadinglarni bersin. O'zi nima ish qilasiz? Qayerdan bunaqa qobiliyat? Endi men lyubitel san'atkorman desak bo'ladi. Endi 2 yil konservatoriyaga просто так, nima deydi, zalyotni kirib ketganman. Qirchillama yigitsiz. Ko'z tegmasin. Rahmat. Nima ish qilishingizni aytmadingiz-ku? В основном на свадьбах пою. O, svadibniy repertuarga Свадебный, kirishdi. да. Yana nima ish qilasiz? Кроме этого, в строительной сфере тоже чуть-чуть. Quruvchimisiz? Ага. Как раз men remont qilyotgandim. Bo'ldi. Ustalarimiz bor. Komanda есть. И для музыки, и для строительства. Komandamga hamda remontimga xush kelibsiz. Rahmat. Anu, ta'mirlash ishlari repetitsiya emas, ta'mirlash Xo'p, bo'ladi. ishlari qilamiz. Demak, ijodga baraka. Xo'p, Xo'p. hamma narsaga Rahmat. baraka. Yashang. Yashang. Qarshiyjonlar, Rahmat. Udachi. Vazir. Omad. Siz. kelibsiz. Rahmat kattakon. Udachi. Berigitsizlar. Ko'rishguncha. Va zo'r bo'ldi kayfiyat. Ilhom aka, hazilsizmi? Hazilsiz, zo'r favorit bu. Молодец. Men siz remont to'g'risida so'rar ekanmisiz deb o'yladim. Yo'q. Endi mayli-yu. Yo, eshitildi-ku sразу. Biz endi ko'rmaganni siz ko'rdingiz. Menga ozgina ovoz такой срываться qilgandek bo'lib tuyuldi-da, a у него оказывается melizm shunaqa keyin Siz endi shuni sezdingiz Ilhom aka. Молодец. Zo'r vostochniy narsa qilsa bo'ladi. Bu Men bilan shou ovozi ozgina uchun. nima срываться qilayotgandek bo'lib. Pоработаем, vokalist ishlaydi. Главное, akraskasi bor-ku. Akraskasini ana Yaxshi remontda eshityapti. ko'rasiz, akraskasini. Hop. Ta'mirlash ishlarida. Ta'mirlash, akraska. Brigadirim bilan tanishtirib qo'yaman. Ha. Tabriklaymiz. Mana hammadan ko'p baqir-chaqir qilishdi. Kiring, tabriklarni qabul qilib oling. Albatta. Qizingiz hammani hayajonlantirib turdilar mana bu yoqda. Xo'sh, siz uchun qanaqa o'tdi bu 3 daqiqa? 3 daqiqa, 33 daqiqadek o'tdi. To'g'risi bor-ku. Hozir 50 plusga o'tdingiz, menimcha. Sochlar yana oqardi. Umid qilamizki, Ilhom aka bilan ta'mirlash ishlari ham, ijod ham zo'r bo'ladi. Siz ovozdasiz. Rahmat. Tabriklaymiz. Sog' bo'ling.